Ko'pchilik o'quvchilar ingliz tilida kino ko'rish orqali listeningimni yaxshilasam bo'ladi degan yolg'onga ishonishadi. Lekin aslida boshlang'ich darajada bo'lgan paytingiz siz kino ko'rish orqali listeningni, ya'ni eshitib tushunish qobiliyatingizni umuman rivojlantira olmaysiz. Buni sababi juda ham oddiy. Qulog'ingiz hali tovush ajratishga o'rganmagan, so'zlarni ajratishga o'rganmagan. Bundan tashqari kino bu faqatgina gapdan emas, syujetdan ham iborat, rasm, kartinadan iborat. Siz kinoni mohiyatini aynan kartina orqali tushunib olishingiz mumkin. Lekin bu degani siz o'sha kinoni eshitib tushunyapsiz degani emas. Chunki boshlang'ich A1, A2 darajalarda o'sha kinoni tushunish uchun sizda yetarlicha lug'at boyligi mavjud emas. Har qanday Gollivud kinosining darajasi bu tabiiy ravishda C2 daraja. Tabiiy ravishda C2 darajadagi dialoglarni tushunish uchun sizga yetarlicha lug'at boyligi kerak. Sizda esa bu narsa yo'q. Va shu bilan birga qulog'ingiz ham yetarli darajada chiniqqan bo'lishi kerak. Sizda bu ham yo'q. Kino ko'rish orqali listeningni yaxshilash faqatgina B2, kamida B2 yoki C1 darajasidan boshlanadi. Chunki siz bilmaydigan so'zlaringizni va iboralaringizni aynan kontekstdan eshitib tushunib olasiz. Lekin tabiiy ravishda o'sha darajaga ko'tarilish uchun siz birinchi navbatda tovush ajratishni, undan keyin so'zlarni ajratishni o'rgangan bo'lishingiz kerak va sizning lug'at boyligingiz B2 darajada bo'lganingiz uchun kamida 5,5-6 ming so'z atrofida bo'lishi kerak. Agar siz boshlang'ich A1, A2 darajasida bo'lsangiz, kino ko'rish sizga hech qanday ziyon qilmaydi, lekin kino ko'rishga sarflaydigan o'sha 1-2 soat vaqtingizni darajangizga mos bo'lgan listening material topib, eshitishga sarflasangiz, o'shandan sizga juda ham ko'p foyda bo'ladi. Bu videoni kino ko'rish orqali listeningni yaxshilayman degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.